Bismillahirrahmanirrahim. Sura Shams. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Wash-shamsi wa duhaha. Quyosh va uning nuri bilan qasamki, Wal-qamari idha talaha. Quyoshga agashgan chog'diki, oy bilan qasamki, An-nahari idha jallaha. Quyoshni oshkora qilgan kunduz bilan qasamki, Wal-layli idha yaghshaha. Quyoshni yoshirgan chog'diki, kecha bilan qasamki, Was-samaa'i wa ma banaha. osmon bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, Wal-ardi wa ma tahaha. zemin bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, Wa nafsin wa ma sawwaha. ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, Qad aflaha man zakkaha. ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Wa qad khaba man dassaha. Nafsini kufri va fisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Kazzabat Samud bi tagwaha. Samud haddidan oshqonligi uchun payg'ambarni inkor qildi. Idin ba'atha ashqaha. Ayni zamonda Samudning eng badbaxt odami mo'jiza bo'lib kelgan to'gini o'ltirishga oldirdi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Ularga Allohning payg'ambari, ya'ni Solih alayhissalom, Allohning to'gisiga cheqilmanglar, uni suv ichishdan to'smanglar dedi. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ular payg'ambarni, ya'ni Solih alayhissalomni yolg'onchi qildi. To'gini o'ltirdi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni tal-to'kis halok qildi. Umumyuzlik halok qildi. ولا يخاف عقباها. Allah uning, ya'ni ularni halok qilganligining oqibatidan qo'rqmaydi.